Assalomu alaykum kanalimizning shaddiy tomoshabinlari va bizni muntazam ravishda kuzatib boruvchi aziz obunachilar. Bugun sizlar bilan yana bir navbatdagi shedevr bo'lgan loyihalarimizdan birini tanishtirib chiqamiz. Ushbu loyihamiz ko'rib turganingizdek 2 qavatlik, 2 ro'zg'orli oilalarga mo'ljallangan ixcham va kam xarajatli loyihalardan biridir. Loyihadagi uyimizni xonalar soni umumiy 8 xonadan iborat bo'lib, endi uyimizni tashqi razmerlarga keladigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek, mana bu taraf bizda oldi ko'cha tarafi hisoblanadi. Ko'cha tarafimizning uzunligi 12 metr va uyimizni mana bu yon taraf uzunligi ham 12 metrni tashkil etadi. Mana shunda asosiy bo'lgan shu uyimizni egallab turgan o'zini yer maydoni 4 sotiq yer maydonini egallab turibdi. Agar bu taqdim etayotgan loyihamizni siz birga bir qurmoqchi bo'lsangiz, maksimal 2 yo 2,5 sotiq yer maydoni kerak bo'ladi. Endi uyimizni fundament razmerlariga o'tadigan bo'lsak, loyihadagi uyimizni fundamentini umumiy ko'rinishi mana shunday holatda fundament qo'yiladi. Dastavval podval bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsam, ichkari hovli tarafga qaratib o'tilgan uyimizni ostki qismi podval qilinadi. Albatta ushbu podvaldan katyol yokida ombor sifatida foydalansalar ham bo'laveradi. Yana o'zlarining xohishiga qarab. Bu podvalimizga tushish eshiklari mana bu tarafda qoldirib ketilgan. Ushbu zinalar orqali podval qismiga tushiriladi. Podvalimizda bitta eshik va bitta fortchkalari qoldirib ketilgan. Fundament razmerlariga keladigan bo'lsak, mana bu balandligi 60 sm. Mana shunda uyimizga bunaqangi 4 pog'ona zina bilan ko'tarilamiz. Fundamentimizga ketadigan sarf xarajatlarini aytib o'tadigan bo'lsak, umumiy 15 kuba beton qo'yish kerak bo'ladi. 15 kuba beton uchun esa standart holatda 5 tonna sement sarflanadi. Albatta buni mustahkamligi uchun ichiga 12 li armaturadan to'rqa-tor qilib yotqizganingizda umumiy 450 metr 12 li armatura sarflanadi. Albatta sarf xarajatini aytib o'tayotganda biz faqat mana bu yerni yuzasidagi holatini, rasxodlarini aytib o'tdik. Endi uyimizni devor razmerlariga to'xtalib o'tamiz. Loyihadagi uyimizni devorlarini umumiy ko'rinishi mana shunday holatda ko'rib turganingizdek, devorimizni razmerlari har doimgidek tashqari taraflariga 1,5 g'ish va ichkari ayrim yuk ko'taradigan devorlari ham 1,5 g'ish, qolgan parda devorlari yuk ko'tarmasligini hisobiga 1 g'ish yokida 1,5 g'ish hisob olingan. Mana shunda umumiy devorimizga ketadigan sarf xarajatlari birinchi qavat va ikkinchi qavatni qo'shgan holatda 40 ming dona g'ish sarflanadi. Qavat balandliklariga keladigan bo'lsak, har bir qavatimiz 1.30 sm dan qilib olingan. Va yana shuni eslatib o'tamanki, nima uchun biz bunday holatda sizlarga taqdim etayotganimizning sababi, qaysi joylariga g'ish urish kerak, qaysi joylariga yuk ko'taradigan kolonnalari qo'yilishi kerakligini maksimal darajada ko'rsatib berishlik uchun endi uyimizni xonalar joylashuvini ko'rib chiqadigan bo'lsak, endi loyihadagi uyimizni xonalar joylashuvini mana shu kamera orqali yurib tanishtirib o'tamiz. Nimagaki bu usuldan foydalanishimiz sababi sizga uyingizni bitgan holatida, korobka holatida qanaqa holatda bo'lishligini yanada yaxshiroq tasavvur qilishingiz uchun shunaqangi kamera orqali yurib tanishtirib o'tamiz. Dastavval ko'cha tarafdan boshlaydigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek, fasad qismimiz ham juda bir shedevr holatda chiroyli chiqqan va bizda asosiy darvozaxonamiz mana bu chekkada chap qo'l tarafda joylashtirib ketilgan. Dastavval darvozaxonamizdan kirganimizda darvozaxonamizga bemalol ikkita avtomobillarini joylasalar bo'laveradi. Bemalol joyimiz yetarli hisoblanadi. Darvozaxonamizning o'rtasidan, ya'ni sentridan uyimizga asosiy bo'lgan eshik qoldirib ketilgan. Bu eshigimizga esa mana bu zinalar orqali ko'tarilib kirganingizda bunaqangi kichkinagina tamburchamiz bor. Mana bu yer bizda tambur hisoblanadi. Tamburning vazifasini har doim videolarimizda aytib o'tamiz va mana bu yeriga shkaf qo'yiladi. Tambur orqali mana bu yerda bitta eshigimiz bor. Bu eshik orqali kirganimizda biz bunaqangi keng, kattagina mehmonxonaga kiramiz. Mehmonxonamizni derazalari tashqari ko'cha tarafga qaratib o'tilgan va mehmonlar uchun biz mana shu yeriga kichkinagina garderobcha qoldirib ketganmiz. Ko'rib turganingizdek, mana bu yerda kichkinagina garderoblari bor. Albatta bu yerga xohlasalar kiyimlarini, mehmonlar kiyimlarini yokida mehmonlar uchun yoziladigan to'shakchalarini yig'ib qo'ysalar bo'laveradi. Bu xonamiz zaxlab ketmasligi uchun mana bu yerga esa biz denli holatda deraza qoldirib ketganmiz. Xonani bemalol shamollatish imkoniyati mavjud. Bu bizda mehmonxonamiz
chiqqanimiz bo'ldi. Endi bu mehmonxonadan chiqadigan bo'lsak, mana bu yerga agar kimdir xohlasa vitrajli holatda eshik qo'ysalar ham bo'ladi yokida shunday qoldirsalar bo'laveradi. Endi bu tarafga kirganimizda bunaqangi koridor holatda, koridorimizni chap qo'l tarafida ikkita xonamiz bor. Mana bu eshik orqali kirganimizda bu bizda oshxonamiz hisoblanadi. Mana bu esa bizni yotoqxonamiz hisoblanadi. Oshxonamiz bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek oshxonamiz ham eng holatda qilingan. Bemalol ovqat pishirib, oilaviy ovqatlanib o'tirsalar ham bo'laveradi. Oshxonamizning derazalari ichkari hovli tarafga qaratib o'tilgan. Endi bu oshxonamizdan qaytib chiqadigan bo'lsak, mana bu tarafda bizni yotoqxonamiz joylashtirilgan. Yotoqxonamiz ham keng, kattagina, derazalari ichkari hovli tarafga qaratib o'tilgan. Yotoqxonamizni mana bu yerida esa biz shkafni joy qoldirib ketganmiz. Shkaflari bilan devor bir tekis holatda chiroyli turadi. Endi bu xonadan qaytib koridorimizga chiqqanimizda bu bizda birinchi qavatimiz hisoblanadi va birinchi qavatimiz uchun biz addiniy holatda sanuzel o'ylab ketganmiz. Sanuzelimizni joyi esa mana bu zinalar orqali ko'tarilib ikkinchi qavatga chiqayotganimizda mana bu yerda bizni sanuzelimiz joylashtirib ketilgan. Uyimizni ozgina sal balandroq urinda. Nima uchun bu yerga joylaganimizning sababi zinani joylashishi va mana bu sanuzelimiz faqatgina uy egalari foydalanishligini hisobga olgan holatda xuddi mana shunday holatda yechim tayyorlab ketganmiz. Ikkinchi qavatga ko'tarilayotganda zinamiz mana bu chap qo'l tarafdan bundoq aylanib zinalar orqali ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Endi ikkinchi qavatga chiqadigan bo'lsak, mana bu zinalar orqali ko'tarilib ikkinchi qavatga chiqqanimizda, ikkinchi qavatimizda bunaqangi keng kattagina hol qismi bor va bu hol orqali ichkari hovli tarafga qaratib o'tilgan balkon qismiga ham o'tsalar bo'laveradi. Endi holimizga qaytib, mana shu hol orqali qolgan xonalarga tarqalishi mumkindir. Holimizdan misol uchun o'ng qo'l tarafga yuradigan bo'lsak, mana bu yerda bitta o'g'il bolalar yotoqxonasi joylashtirib ketilgan. Bu xonamizni derazalari ichkari hovli tarafga qaratib o'tilgan. Xonamizni to'g'risida yana bir yotoqxonamiz joylashtirib ketilgan. Ko'rib turganingizdek juda bir chiroyli. Bu xonamiz kattalar yotoqxonasi hisoblanadi va bu kattalar yotoqxonasini o'ziga tegishli shaxsiy yuvinish xonalari mavjuddir. Ko'rib turganingizdek mana bu yerda shaxsiy yuvinish xonalari bor. Demak, hol orqali ikkita xonaga kirish mumkin, o'ngga va chapga. Mana bu joydan esa bu tarafga yuradigan bo'lsak, bu tarafdan ham ikkita xonaga kirishligi mumkin. Bolalar yotoqxonasi, mana bu yana bir kattalar yotoqxonasi. O'ng qo'l tarafga yuradigan bo'lsak, bu bizda bolalar yotoqxonasi. Bu xonadan chiqib kattalar yotoqxonasiga chiqadigan bo'lsak, bunaqangi chiroyli holatda yechim qilingan va kattalar yotoqxonasiga o'ziga tegishli bunaqangi garderoblari va garderob orqali mana bu yerda yuvinish xonalari qoldirib ketilgan. Garderobiga esa bunaqangi deraza qo'yib ketilgan, xonani shamollatish maqsadida. Bu bizda garderobimiz va garderobning ichkarisida bunaqangi yuvinish xonalari bor. Bu bizda kattalar yotoqxonasi hisoblanadi. Mana bu tarafiga esa bemalol shkaflarini joylasalar bo'laveradi. Endi bu xonadan qaytib chiqadigan bo'lsak, bizda ikkinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonalari qolyapti. Bu esa zinadan chiqqanimizda bunaqangi to'g'rida bizni yuvinish xonamiz. Bu esa ikkinchi qavat uchun umumiy yuvinish xona hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek bunaqangi holatda. Ikkinchi qavatimizning umumiy ko'rinishi mana shunday holatda. Umumiy tepada 5 ta xonamiz bor. Qo'lda ham xona hisobida oladigan bo'lsak, 5 ta xonamiz, zinamizning ko'rinishlari mana bunday holatda. Pastki qavatimiz, ya'ni zinadan chiqayotgan odam bemalol ko'rinib turadi. Va ushbu zinadan pastga tushayotganimizda mana bu yerda bitta to'xtalishimiz bor. Birinchi qavat uchun esa umumiy yuvinish xonasiga kirishligi mumkin. Bu zinalar orqali yana birinchi qavatga qaytib tushsalar bo'laveradi. Zinamizning joylashish holatlari bemalol ko'rib turganingizdek eshiklarimizga xalaqit qilmaydigan holatda juda bir chiroyli chiqqan. Endi tashqariga chiqadigan bo'lsak, mana bu taraf esa ichkari hovli taraflari hisoblanadi. Ushbu loyihamiz 51-loyihadan ilhomlangan holatda tayyorlangan. 51-loyihamizda mana bu ko'cha tarafi 13 metr edi. Biz esa buni 12 ga 12 qilib tayyorladik. Mana azizlar, imkon qadar sodda va tushunarli tushuntirishga harakat qildim. Siz va yaqinlaringizga shunaqangi professional arxitektura va dizayn xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Va yana shuni eslatib o'tamanki, bizni Telegram sahifamizga obuna bo'lib qo'ysangiz, shunaqangi YouTube kanalga joylashtirilmagan ko'plab loyihalarimiz bizni Telegram kanalimizga joylashtirib boriladi. E'tibor qilib ko'rganingizga, kuzatganingizga tashakkur bildiramiz va biz bilan qoling deb qolamiz. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar, salomat bo'ling.